Diqqat aholiga tezkor xabar. Muddati o'tgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tartibi yo'lga qo'yiladi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Yangi tartibga ko'ra ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq bo'lgan avtomobillar egalaridan bozor narxida sotib olinib, utilizatsiya qilinadi. Avtomobil egalari mablag'ini naqd pul ko'rinishida olishi yoki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yangi mashina xaridi uchun elektron vaucherga almashtirishi mumkin bo'ladi. Vaucher yangi avtomobilning boshlang'ich to'loviga yo'naltiriladi. Shuningdek, eski avtomobilini belgilangan tartibda utilizatsiyaga topshirmagan fuqarolar yiliga bir marta biqimning 30 baravari 12.360.000 so'm miqdorida ekologik kompensatsiya to'laydi. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu yangilikni barcha haydovchi tanishlaringizga yuborib qo'ying va ushbu videorolik ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.